Qolaylaştırılgan iman yürüşlüki 6. qism qadar. Allah'ın pütken takdirini biliş ve onunla işiniş. Abduri Şeyh Muhammed El-Cibali. 7. bab. Hata düşüncelerini aydınlaştırış. Biz bu babda takdir to'g'risidagi xato tushunilgan yoki xato sharhlanib kelayotgan ba'zi masalalarga aloqador savollarga javob beramiz inshaalloh. Tövendeki muhokimalarning ko'p qismini bizning oldingi bablardagi taqdirga aloqador muhokimalarimizdan xulosalashga bo'ladi. Lekin biz foydalanishga texmi qulaylik bo'lishi uchun ve mükemmellik yüzünden bulanı tekrar bayan kılımız. Birinci, iki peygamber arasındaki münazire. Ceberiyeler Adem aleyhisselam bilen Musa aleyhisselam arasındaki münazirege alakadar hadisini özlerine delil kılışıdı. Biz bu bilekte bu hadisinin toğra şerhlengen halette Mezkur kitapның oldingi bablarda bayon qilingan taqdir haqidagi to'g'ri aqidaga uyg'un keladiganligini yo'ritamiz. Hadisning teksti. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Adem alayhissalom bilan Musa alayhissalom Robbining dargohida munozirlashib qoldi. Musa aleyhisselam, sen Allah öz kolu bilen yaratgan, sana özüdün boğan ruhni püyligen, periştilerini sana secde kıldırgan ve seni cennetke yerleştirgen Ademsen. Andın sen günahın tüpeyli insanlarını zımınğı düşürvettin, dedi. Adem, sen Allah peygamberlikке ve sözleşik tanlagan. Sana hemme nerse uçuk bayan kılıngan taxtılarını ata kılgan. Seni sözleş üçün özüge yakınlaştırgan Musa sen. Senin sana bildirilgen ilimlerden bilişince Allah men yaratılıştan qançilik vaqt ilgiri Tevrat'ını yazgan, dedi. Musa aleyhisselam 40 yıl, dedi. Şunun bilen Adem aleyhisselam, sen onun da Adem Rabbige itaatsizlik kıldı, şunun bilen o azdı, diyen ayetini köymedin mu, dedi. Musa aleyhisselam, şundak kördüm, dedi. Adem aleyhisselam, ondakta sen Allah meni yaratıştan 40 yıl ilgiri menin kılmışımni pütüvetken bir iş sebeplik meni ayıplamsan, dedi. Ve şu revişte Adem Musa'nı yengib aldı. İmam Bukhari ve İmam Müslim toplagan. İzahat. Bu hadiste tilg'i ilingan ayet Sure Taha 121. ayetinden. İzahat tüydü. Hadisinin şerhi. Bu hadisni yüzeki düşüngende kişiye Adem aleyhisselam takdir arkalık özünün günahını aqlavatqandek tuygu berip koyuşu mümkün. Halbuki Adem aleyhisselam dek hürmetlik bir peygamberinin nadanlığa okşaş usulda münazirleşişi mümkün bulmaydı. Biz tövendeki noktalar arkalık bu hadisinin doğru şerhisini oturup koyumuz. Birinci, Adem aleyhisselam cennetteki çeklengen daraxtning meyvesini yeyish orqali Allah subhanahu ve teala'ga itaatsizlik qilgan. İkinci, Adem aleyhisselamning bu itaatsizligi inson ballarının cennettin zımınğı düşürülüşünün sebebi idi. Üçüncü, Adem aleyhisselam Allah subhanahu ve teala'ga tövbe qilgan ve Allah subhanahu ve teala onun tövbesini kabul kılıp onu keçirip etken. Dördüncü, Musa aleyhisselam yukarıdaki üçili noktını şundakla Allah subhanahu ve teala keçirip etken bir günah sebeplik Adem aleyhisselamni ayıpleşki bulmaydıganlıqını biletti.
Beshinchi, Adem aleyhisselam mu Allah subhanahu wa ta'alaning o'zini kechirib o'tganligini biladiganligi uchun shu gunohni qilishning o'zi yaratilishdan ilgirla taqdiriga putilib ketganligidan iborat reallik orqali gunohini oqlamoqchi bo'lishi mumkin emas edi. Oltinchi, shuning uchun Musa aleyhisselam Adem aleyhisselamni shu gunohning insonlarning jannatdan dovzaqqa tushirilishidan iborat yomon oqibati sababli ayblagan. Yettinchi, Adem aleyhisselam bo'lsa balo qazoning insonning tizginida emasligini Musa aleyhisselamning samiga silib, uni Allah subhanahu wa ta'alaning hukmiga qarshi chiqmasdan bu taqdirni qabul qilishga undigan. İzahat. Biz nurg'un katta ulamolarning bo'libmi Shayxul Islom Ibn Taymiyyaning asarlariga va Imom Ibn Qayyimning Shifaul Alil qatorliq asarlariga murojaat qilish orqali yuqorqi tushunchalarni hosil qildik. Izohat tugdi. Ikkinchi, taqdir o'zgaramdi. Savol. Qur'on sunnatdagi ba'zi dalillar Allah subhanahu wa ta'alaning taqdirining o'zgardiganligini ko'rsatdi. Masalan, Salman Farisi radiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: taqdirni faqat duolar qaytirdi. Ömürni faqat yaxshiliklar uzartdi. İmam Tirmizi ve başkalar toplagan. Şeyh Albani As-Sahiha 154. numurda Hasan deb bahalagan. Taqdir allaqachon bekitib etilgan va yozilgan bo'lsa, duo qandaqsiga uni o'zgartira oladi? Agar bizning ömrimiz biz tug'ilishdan burunla bekitilib bo'lgan bo'lsa, yaxshilik qandaqsiga uni uzarta oladi? Javob: bu ve şununla o'xshagan savollarga beriladigan javob tövendikçe. Birinci, Lavhil Mahfuzga yozilgan taqdir muqim bo'lib, hargiz o'zgarmaydi va hech narsa uning oldiga o'tib ketolmaydi. İbn Abbas radiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: ko'z tegish haqdir. Agar biror narsa taqdirning oldiga o'tib ketadigan bo'lsa, ko'z tegish o'tib ketgan bo'ladi. İmam Muslim 5666. numurliq. Ikkinchi, Allah subhanahu wa ta'ala ba'zi narsalarga vosita, ya'ni sabab qilgan. Agar sabab maydonga kelsa, natijami vujudga chiqadi. Shundaqla Allah subhanahu wa ta'alaning taqdiri ham sababni ham natijani o'z ichiga oladi. Taqdirda ma'lum bir sabab ishga oshirilganda natijaning vujudga chiqadiganligi yoki sabab ishga oshirilmaganligi uchun natijaning vujudga chiqmaydiganligi putilgan bo'ladi. Uchinchi, bir sabab ishga oshirilganda bu faqat bu sabab bo'lmagan bo'lsa, Allah subhanahu wa ta'alaning taqdiri mundaq bo'lgan bo'ladi deganni o'zgartirdi. To'rtinchi, ba'zi ulamolarga ko'ra, ya'ni masalan Shayxul Islom Ibn Taymiyyaning Majmu'al Fatawa 8-jild 517 dan 540-betlargacha. Allah subhanahu wa ta'ala yuz beradigan ishlarning hammasini ömür sahifasini yozadigan farishtalarga aytib bermaydi. Shuning bilan insonlarning ömür sahifasida dastlabda ba'zi uchurlar keyincha Lavhil Mahfuzdagiga uygun şekilde o'zgarishi mumkin. Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. Tarjimasi: Allah xolig'ini bekor qiladi, xolig'ini o'z joyida qoldirdi. Lavhil Mahfuz Allah'ning dargohidadir. Sura Ra'd 39-oyat. Hafiz İbn Hajar Asqalani rahimahulloh shunday degan. Allah subhanahu wa ta'alaning
oldin bilishining bir qismi bo'lgan narsalarning o'zgarishi mumkin emas. O'zgarishi yoki almashishi mumkin bo'lgani shaxsning qilmishidir. Bu insonlarga mas'ul farishtalarning ilmining bir qismiga munosabatli bo'lishi, ya'ni bir insonning umrining uzarishi yoki qisqarishi degandek ilmlarning o'chirilishi yoki qaytadan muayyanlashtirilishini ko'rsatishi mumkin. Lekin Allah subhanahu va taolaning ilmidagi narsalarni o'chirish yoki qaytadan muayyanlashtirish mumkin emas. Fathul Bari 11-jild 488-bet. Misal, birinci, muayyan bir insonning ömür sahifasiga yozilgan normal shart sharoitlardagi ömri 50 yil bo'lishi. Agar u ota-onasiga yaxshilik qilsa, ömri 70 yilga uzartilishi mumkin. Demak, bu yerda ota-onaga yaxshilik qilishdan iborat vosita farishtalarning qo'lidagi ömür sahifasidagi mumkin bo'lgan umrning lavhil mahfuzdagi pütüv etilgan ömürge uzartılışıga sebep buldu. İkinci, muayyen bir insanın normal şer-şaraitlarda ma'lum bir türlük musibetke duçar boluşu, onun ömür sahibisiga pütüv etilgan boluşu mümkün. Eğer o Allah subhanahu wa ta'alaga dua qilsa, Allah subhanahu wa ta'ala şu musibetni onundan kötürüp etişi mümkün. Demek, bu yerde Allah subhanahu wa ta'alaga yalvarıp dua qilishdan iborat vosita farishtalarning qo'lidagi ömür sahifasidagi mumkin bo'lgan musibatning lavhil mahfuzdagi pütüv etilgan taqdirga aylanishiga sabab bo'ldi. Üçüncü, turmushda texmi ko'p uchraydigan bir misol o'lib qolmaslik uchun tamoq yeyishdir. Eğer bir insan yeydigan hiç qandaq narsa tapolmasa, ochliqdan o'lib ketadi. Demak, bu yerde tamoq yeyishdan iborat vosita farishtalarning qo'lidagi ömür sahifasidagi mumkin bo'lgan o'limning lavhil mahfuzdagi pütüv etilgan hayot qilish taqdiriga aylanishiga sabab bo'ladi. To'rtinchi, Allah subhanahu wa ta'ala kasallikni taqdir qilganidek onun şifasını mı takdir qilgan. Bu ikkilisi Allah subhanahu wa ta'ala'nın takdiridindir. İbn Abbas radiyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundaq deganligini rivayet qilgan. Tercümesi, davolanish takdirdindir. Hakikaten o Allah subhanahu wa ta'ala'nın izni bilen payda qiladi. İmam Tabrani El-Kabir'de İmam Abu Nuaym ve İmam İbn Sunni toplagan. Şeyh Albani Sahihul Cami 3415-3416 numaralarda Hasan deb bahalagan. İmam İbn Qayyim rahimahullah bu ve muşunun o'xshash dalillar haqida shundaq degan. Ba'zilar davolanishning insonga foydasi yo'q. Çünkü onun saqayish, saqaymasligi allaqachon pütüv etilgan deyishidi. Ular kasallik Allah subhanahu wa ta'ala'nın taqdiri bilan bo'ladigan bo'lg'achqa, uni to'sqili yoki to'xtatqili bo'lmaydi deb qaraydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davolanish, ruqiya, ya'ni oyati shifa o'qish va oldini elish tadbirlarini qo'llanishning birdek Allah subhanahu wa ta'ala'nın taqdirining bir qismi ekanligini va bulardan hech birining taqdiriga zid emasligini, aksicha Allah subhanahu wa ta'ala'nın taqdirini yana Allah subhanahu wa ta'ala'nın taqdir orqali qaytarg'ili bo'ladiganligini o'tirib qo'yib, yuqorqidek xato qarashlarga eng qoyil qilarliq raddiya bergan. Zadul Ma'ad 4-cild 14-15 betler. 5. Yuqoridagi muhokimalar ba'zi kishilarning Qur'on sunnatdagi o'zlariga mujmal tuyulgan nurg'un mazmunlarni tushunishini qulaylashtirdi. Masalan,
Abu Said al-Khudri radiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: maxfiy sadaqa Rob Alloh subhanahu va taolaning g'azabini yo'qotadi. Sil rahm ömrni uzartadi. Yaxshi amal yomon o'limning oldini oladi. İmam Bayhaqi, İmam İbn Asakir ve başkalar toplagan. Şeyh Albani Es-Sahiha 1908 numarda ve Sahihul Cami 3760 numarda sahih deb baholagan. Ömer radiyallohu anhu'nun takdir to'g'risidagi tushunchasi. Katta sahabe mu'minlarning emri Ömer radiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan bir asarda bu vaqtdagi to'g'ri tushuncha ochiq bayon qilingan. İbn Abbas radiyallohu anhu'dan rivoyat qilindiki, Ömer ibn al-Hattab radiyallohu anhu Şamga qarab yo'lga chiqib, Sarg degan yerga kelganda, Şamdagi qo'shinlarning Abu Ubayda ibn Jarroh radiyallohu anhu qatorliq qo'mondonlari oldiga chiqib kutib oldi va uningga Şamda vaba kesilining yuz berganligini xabar qildi. Shuning bilan Ömer radiyallohu anhu menga tunji qitim hijrat qilgan muhojirlarni chaqirgin dedi. Men ularni chaqirdim. Ömer radiyallohu anhu ularga Şamda vaba kesilining yuz berganligini xabar qilib, maslahat berishni so'radi. Ular o'xshamagan qarashlarda bo'ldi. Ba'zisi muhim ish uchun chiqding, undaq bo'lgandan keyin qaytib ketishingni to'g'ri ko'rmaymiz desa, yana ba'zilari yaningda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari va boshqa kishilar bor. Undaq bo'lgan ekan, ularni bu vabo kesiliga opirishingni to'g'ri ko'rmaymiz dedi. Shuning bilan Umar radiyallohu anhu huzurimdan chiqib ketinglar dedi. Ondan keyin Ansarlarni chaqir dedi. Chaqirdim. Ularga maslahat soldi. Ularmu muhojirlardek o'xshamagan fikrlarda bo'ldi. Umar radiyallohu anhu ularga huzurimdan chiqib ketinglar dedi. Ondan menga Fath muhojirlaridan bo'lgan Quraysh kattalarining bu yerda borlarini chaqir dedi. Chaqirdim. Ular hech qanday ixtiloflashmasdan hammasi birdek kishilarni vaboga boshlab bormay qaytib ketishingni qo'llaymiz deyishdi. Shuning bilan Umar radiyallohu anhu kishilarga: "Men atigan qaytmoqchi. Sizlarmi qaytishga tayyorlik qilinglar" deb jakarladi. Abu Ubayda ibn Jarroh radiyallohu anhu Umar radiyallohu anhuga: "Sen Allohning taqdiridan qochib qaytib ketmoqchimi?" dedi. Umar radiyallohu anhu: "Ey Abu Ubayda, bu gapni sendan boshqa odam degan bo'lsa, ha. Shundaq, biz Allohning taqdiridan Allohning taqdiriga qochmoqchi. O'ylanib boqqinki, sening to'gillaring bo'lsa va sen to'gillaring bilan bir tarafi yeshil, yana bir tarafi qaqos bir jilg'aga tushib, ularni yeshillikda boqsang, u Allohning taqdiri emasmi? Agar ularni qaqoslikda boqsang, u Allohning taqdiri bilan bo'lmamdi?" dedi. İmam Buxoriy, İmam Muslim va boshqalar to'plagan. 3. İnsanning fitrati, ya'ni tug'ma tabiati. Birinchi savol: nima uchun fitrat jannatning kafolati bo'la olmaydi? Abu Hurayra va Aswad ibn Sari radiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: har qanday bola sog'lom islomiy fitrat ustiga tug'iladi. Keyin ota-onasi u balani Yahudi yoki Xristian va yoki otashparast yoki mushrik qilib chiqadi. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tövendeki oyatni o'qigan. Tarjimasi: Allohning insonlarni shuning ustida yaratgan fitrati. Allohning yaratganida o'zgarish bo'lmaydi.
Sure Rum 30. ayet. İmam Buxoriy, İmam Muslim va boshqalar to'plagan. Ba'zilar yuqoridagi oyat hadislarni ko'rgandan keyin tuvandagi savollarni o'tirg'a qo'yishdi. Agar har bir inson sap va pokiz fitrat ustida tug'ilgan bo'lsa, undaqda nima uchun ba'zi kishilar keyin do'zaxga mahkum qilindi? Javob. Bu savolga berilgan javobimiz tuvandikicha. Birinchi, Allah subhanahu va taala bir insonni botil aqidalardan va xohishlardan xoli to'g'ri aqidaga moyil qilib yaratgan. İnsanның fitrati aslidilla yaxshi mazmunlarni o'z ichiga olgan. Davomiga yaxshi yoki yomon mazmunlarning qo'shilishini kutib turgan pokiz varaqqa o'xshaydi. Ikkinchi, insonning o'sib yetilishiga ergishib, insonlardan va jinlardan bo'lgan shaytonlar uning fitratini buzish uchun hujumga o'tadi. Bu nuqta yuqoridagi hadisda shundaqla İyad ibn Himar al-Mujashi radiyallahu anhudan rivoyat qilingan tuvandiki hadis qudusiydimu ko'rsatilgan. Bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allah subhanahu va taolaning shundaq deganligini aytgan. Tarjimasi: Men haqiqatan bandilarimning hammasini sab fitrat ustida qilib yaratdim. Lekin haqiqatan shaytonlar ularning yeniga kelib, ularni dinidan burib etdi. Men ular uchun halol qilgan narsalarni ularga harom qildi va ularni men dalil tushirmagan narsalarni menga shirik keltirishga buyurdi. İmam Muslim to'plagan. Uchinchi, natijada ba'zi kishilar sog'lom fitrat ustida balog'atga yetadi. Ondan ularning yaxshilik yoki yomonlikqa bo'lgan shaxsiy xohishi ularning bu xil sog'lom fitratini kuchaytiradi yoki buzib yetadi. To'rtinchi, buningdan, ya'ni sog'lom fitrat ustida balog'atga yetganlardan boshqalar atrofidagi muhitning yomon ta'siri va shaytonlarning hujumlari sababli buzilgan fitrat ustida balog'atga yetadi. Ondan ularning yaxshilik yoki yomonlikqa bo'lgan shaxsiy xohishi bu xil buzuq fitratni o'ngshaydi yoki texim buzib yetadi. Beshinchi, Allah subhanahu va taala izib ketgan kishilar orasida kimlarning muhitning qurbonlari ekanligini, kimlarning buzuqchilikqa moyil buzuq fitratga ega ekanligini biladi. Altıncı, Allah subhanahu va taala bandalar arasida mukammal ilm, hikmat va adolat bilan hukm chiqardi. Ikkinchi savol. Balog'atga yetmay turib o'lib ketgan bolalarning taqdiri qanday bo'ladi? Biz mazkur kitobimizning beshida Allah subhanahu va taolaning parazi ahvollarni, ya'ni bo'lmagan ishlar bo'lgan taqdirda qanday bo'ladiganligini biladiganligini aytgan edik. Allah subhanahu va taolaning bu jihatdagi ilmi balog'atga yetmay turib o'lib ketgan bolalarning agar o'lib ketmay yashab qolgan bo'lsa, nimalarni qildiganligini o'z ichiga oladi. Kishilar doim bu haqda mundaq savollarni qo'yishadi. Bu bolalarning taqdiri qanday bo'ladi? Allah subhanahu va taala ular to'g'risida birinchi, agar ular yashab qolgan bo'lsa, nimalarni qilganligiga asosan hukm chiqaramdi? Ikkinchi, yoki ular saf fitrat ustida o'lganligi uchun ularni jannatga kirgizamdi? Uchinchi, yoki qiyomat kuni ularni sinamdi? To'rtinchi, yoki kafirlarning balog'atga yetmay o'lib ketgan bolalar bilan musulmonlarning bolalariga farqli muomala qilamdi? Javob. Biz yuqoridagi savollarga tuvandagi nuqtalar bilan javob beramiz. Birinchi, Allah subhanahu va taala har bir insonning har qanday sharoitda nimalarni qiladiganligini, jumladan
balog'atga yetmay turib o'lib ketgan bolalar yashab qolgan bo'lsa, nimalarni qiladiganligini biladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mushriklarning balog'atga yetmay turib o'lib ketgan bolalar to'g'risida so'ralganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday javob bergan. Tarjimasi: ularning yashagan taqdirda nimalarni qiladiganligini Alloh eng yaxshi biladi. İmam Buxoriy, İmam Muslim va boshqalar to'plagan. Elbette Allah subhanahu va taala musulmonlarning balog'atga yetmay turib o'lib ketgan bolalarning yashagan taqdirda nimalarni qiladiganligini eng yaxshi biladi. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, bir qitim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir ansariyning bolasining janoza namozini o'qiganda, u, ya'ni Aisha radhiyallohu anha, buningga, ya'ni bu balaga xo'sh muborak bo'lsin. U hech qanday gunoh qilib boqmagan jannat qushlaridan bir qushdir degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Aisha radhiyallohu anhaning bu so'ziga radiya bergan nusxada uningdan, ya'ni deganingdan boshqasi bo'lib qolsa-chu, ey Aisha, haqiqatan Allah jannatga loyiq insonlarni ular ota-onalarining pushtidagi chog'dilla yaratib bo'ldi. Devzaq tegishlik insonlarni ular ota-onalarining pushtidagi chog'dilla yaratib bo'ldi. İmam Muslim, İmam Nesai, İmam Abu Davud va boshqalar to'plagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Aisha radhiyallohu anhaga nima uchun yuqoridek nasihat qilganligi haqida İmam Navaviy rahimahulloh shunday degan. Möteber olimlar musulmonlarning balog'atga yetmay turib o'lib ketgan bolalarning jannatga kiradiganligi haqida ijmoga kelgan. Bu hadisning sharhi shuki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Aisha radhiyallohu anhani dalilsiz holda aldirab hukm chiqarib etishdan to'sgan. Yoki bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga musulmonlarning balog'atga yetmay turib o'lib ketgan bolalarning jannat kiradiganligi Alloh subhanahu va taolo tarafidan bildirilishdan ilgirki vaqt edi. Sahihul Muslimning sharhisi. İmam Muhammad Abid Sindi rahimahulloh bu hadis to'g'risida shunday degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Aisha radhiyallohu anhani muayyan bir bolaning jannatga kiradiganligi haqida hukm chiqarishdan to'sgan. Chunki u bolaning ota-onasining iymonining zodi qanday ekanligi faqatla Allah subhanahu va taolo biladigan g'aybiy ishlardan edi. Nesai sharhidan. Ikkinchi, Allah subhanahu va taolo hech kimga adolatsizlik qilmaydi. Allah subhanahu va taoloning hech kim to'g'risida mayli u balog'atga yetmay turib o'lib ketgan bo'lsin yoki quramiga yetgandan keyin o'lgan bo'lsin, o'zining shu insonning xohishi haqidagi ilmiga tayinib turibla hukm chiqarmaydi. Allah subhanahu va taolo har kimga o'zining to'g'ri yoki botillikni isbotlash uchun amal qilish fursati berdi. Bu dunyoda bundaq fursat berilmaganlarga Allah subhanahu va taolo oxirat fursat berdi. Allah subhanahu va taolo qiyomat kuni ularni sinab, o'zining, ya'ni Allah subhanahu va taoloning ilmiga uyg'un holatda ularga tanlash erkinligi berdi va ular shu orqali o'ziga loyiq makon, jannat yoki davzaqqa joylashadi. Anas, Abu Said va boshqa sahobalar radhiyallohu anhum Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: qiyomat kuni balog'atga yetmay turib o'lib ketgan bola sarang, payg'ambar kelmagan davrda yashab o'tgan odam va bir narsani anqarolmag'idek darajada bakli qirib ketgan kishidan iborat 4 turlik odam Allohning dargohiga elib kelindi. Ular hammasi o'zlariga da'vat yetib kelmaganligi haqida
özürlerini bayan qilishidi. Shuning bilan Rabb subhanahu va taala devzaqdan bir unuqqa chiq deydi ve ularga, yani yuqoridagi 4 turli kishiga haqiqatan men bandilarimga ularning o'z ichidan elchilarni avatdim. Bugun men sizlar uchun o'zim elchiman. Buningga, yani yuqorida zikr qilingan devzaq o'tidan bo'lgan unuqqa kiringlar deydi. Shuning bilan baxtsizlikki putilib ketganlar, ey Rabbimiz, biz buningdan, yani devzaqdan qechib yurgan tursak, nimishqa bunaqa kiramiz deydi. Shuning bilan Alloh subhanahu va taala sizlar hozir menga itoatsizlik qilishga jur'at qilgan ekansizlar. Dunyo hayotida yeninglarga keladigan elchilarimni texmi qattiq inkor qilgan va ularga texmi qattiq itoatsizlik qilgan bo'ladinglar deydi. Baxtlik bo'lishi putilganlar bo'lsa, yugurgunicha u o'tga kirdi. Shuning bilan ular jannatga kirdi. Allah subhanahu va taala ko'rsatgan o'tga kirgili unamagan boshqalar bo'lsa, devzaqqa kirdi. İmam Abu Ya'la, İmam Bag'avi ve başkalar toplagan Şeyh Albani As-Sahiha 1434 2468 numarda sahih deb bahalagan. 3. Musulman ata-anadan tug'ilgan ve balog'atga yetmay turib o'lib ketgan farzandlar jannatda bo'ladi. Biz yuqorida İmam Nabavining bu vaqtda ulamolar orasida ijmo borligini qayd qilganligini aytgan edik. Bu yakun bir qancha hadisni asos qilgan bo'lib, shu hadislarning birida Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: ular, yani musulmonlarning balog'atga yetmay turib o'lib ketgan farzandlari jannatning saylichilaridir. Ulardan biri ata-onasini ko'rganda, xuddi men sening kiyimingning peshini tutib olgandek ata-onasining peshiga esilib oladi va toki Alloh subhanahu va taala uni va ata-onasini jannatga kirgizmaguncha qo'yib bermaydi. İmam Muslim ve İmam Ahmed toplagan. Bu hadisden şu narsa ma'lumki, qiyomat kuni musulmonlarning balog'atga yetmay turib o'lib ketgan ballari yuqorida bayon qilingan hadisdagi kishilarga o'xshash sinalmaydi. Musulmonlarning farzandlarining bu alohida fazilatga ega bo'lishining sababi nima? Balkim Alloh subhanahu va taala o'zining mutlaq hikmati va ilmi orqali musulmon ata-onalardan tug'ilib, Qur'oniga yetmay o'lib ketgan bolalarning faqatla yaxshilikqa intildiganlardan bo'ladiganligini taqdir qilgan bo'lishi mumkin. Vallohu a'lam. Alloh subhanahu va taala eng yaxshi bilguchidir. 4. Barzax hayotida balog'atga yetmay turib o'lib ketgan bolalarning hammasi vaqtliq bog'chada bo'ladi. Izohat. Barzax hayoti inson o'lgandan tortib qiyomatda terildirilgicha bo'lgan orliqdagi o'tkinchi mezgilni ko'rsatadi. Samura ibn Jundub radhiyallohu anhuning bu vaqtdagi hadisi intayin uzun bo'lib, bu hadis bizning Barzax hayoti degan kitobimizda to'liq naql qilingan. Izohat tugidi. Samura ibn Jundub radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qitim sahobalarga o'zining bir tushini bayon qilib bergan. U tushda farishtalardan Jibril alayhissalom bilan Mikail alayhissalom Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, uningga barzaxdagi turli ishlarni ko'rsatgan. Hadisning bizning navbatdagi muhokimamizga aloqador qismida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan. Tarjimasi: yana menib buk baraqsan bir bog' keldik. Bog'da rangarang bahor gullari bor edi. Qarasak, bog'ning o'ttirsida bo'yining egizligidan beshi osmonga taqishib qolgandek bir odam turibdi. Uning atrofida bekmi nurg'un bola bor bo'lib, men unch ko'p balani hech ko'rib bakmagan. Men ikkilandim. Bular nima odamlar deb so'rasam, ular
Yür dedi. Ondan keyin ular menga aytib berdiki, biz endi sana tushuntirib qo'yamiz. Bag'dagi egiz bo'yliq odam İbrahim alayhissalom bo'lib, uning atrofidagi bolalarning hammasi sap islomiy fitrat ustida o'lgan bolalardir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq deganda, sahobalardan ba'zilari mushriklarning bolalarimi shundoqmi? Ya'ni shu bog'chidami deb so'ragan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buningga mushriklarning bolalarimi shundoq deb javob bergan. İmam Buxoriy va boshqalar to'plagan. Bu hadis balog'atga yetmay turib o'lib ketgan bolalarning barzaqdagi vaqtliq bog'chida turishiga ruxsat qilinganligini ko'rsatadi. Ondan qiyomat kuni musulmonlarning bolalari udul jannatga kirdi. Boshqa bolalardan bo'lsa, ularning oxirgi makonining qayer bo'ladiganligini belgilaydigan sinoq ilindi. 3-savol. Xadir alayhissalom nimishqa iliqi balani o'ltirib yetdi? Biz yuqorida Alloh subhanahu va taolaning faraziy ahvollar to'g'risidagi ilmlardan to'liq xabardor ekanligini bayon qilgan edik. Ya'ni bir ish aslidagidan boshqacha ravishda yuz bergan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uning oqibatining qandoq bo'ladiganligini biladi. Normalda Allah subhanahu wa ta'alaning bu xil ilmi taqdir doirasida bo'lmag'achqa bizning hayotimizga bevosita ta'sir ko'rsatmaydi. Lekin Allah subhanahu wa ta'alaning taqdirida mush xil ilm asos qilingan qisman ahvollar mavjud. Bu vaqtdagi eng tipik misollardan biri Xadir alayhissalom tarafidan o'ldirilgan bolaning misolidir. Qur'oni Karimda bayon qilinganidek, ya'ni Sura Kaf 60-oyatidan 82-oyatlargacha. Musa alayhissalom bilan Xadir alayhissalomning safarida Xadir alayhissalom bir bolani o'ldirib etgan. Musa alayhissalom bu ishga qattiq e'tiroz bildirgan. Halbuki Xadir alayhissalom bunda qilishdagi sababni Musa alayhissalomga tushuntirib, o'zining Alloh subhanahu va taolaning buyrug'i bilan shunday qilganligini, u bolaning cho'ng bo'lsa kafir bo'lib, suyimlik ota-onasiga nurg'un jabr jafolarni soladiganligini, shunga Alloh subhanahu va taolaning ular, ya'ni o'ldirilgan bolaning ota-onasini ashu bolaning jafosidan qutuldirib, uning o'rniga solih farzand ato qilishni iroda qilganligini aytgan. Ubay ibn Ka'b radiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: haqiqatan Xizr o'ldirgan bola tabiiyatidanla kafir edi. Agar u Qur'oniga yetkicha yashagan bo'lsa, ota-onasiga bo'yin tovliq va shukrsizlik qilgan bo'ladi. İmam Muslim, İmam Abu Davud va boshqalar to'plagan. Ba'zilarning kallasida bu vaqtda mundaq savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun Xadir alayhissalom balog'atga yetmagan shundaqlar o'ldirilishga loyiq hech bir yomon ish qilmagan bir bolani o'ldiribdi? Bu bola musulmon ota-onadan tug'ilgan, shundaqlar balog'atga yetmay turib o'lgan bo'lg'achqa jannatga kiramdi? Yoki qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolaning u bolaning Alloh taolaga ma'lum bo'lgan asli mohiyatini oshkorlab do'zaxga kirishi uchun uni sanamdi? Javob: bu savolga beriladigan javobimiz tuvandikcha. Birinchi, Alloh subhanahu va taolaning payg'ambarlaridan biri bo'lgan Xadir alayhissalom faqatla Alloh subhanahu va taolaning amri bilan ish qildi. Uningdan boshqa hech kimning bu bola cho'ng bo'lganda kafir bo'lib ketadi degandek farazlarga tayinib turib ish qilishi durust bo'lmaydi. G'ayb haqidagi bu xil ilm faqat va faqatla Alloh taologa xosdir. Ikkinchi, bu yerda Xadir alayhissalom faqatla Alloh subhanahu va taolaning taqdirini ishga oshirishga vosita bo'lgan. Alloh subhanahu va taolaning taqdirining vujudga chiqishiga
chaqmoq, nishondan cheknigan o'qiya, yova atning tepib etishi degandeklar vosita bo'lishi mumkin. Biz yuqoridagi ahvollarning hech qaysisida Allah subhanahu va taolaning taqdiriga savol qo'yib, u nimishqa kichik bolani o'ldirib etdi deyolmaymiz. 3. Balaning o'ldirilishi u azaldan sodir qilib boqmagan bir gunohga berilgan jazo emas. 4. Ulamolar balaning oxiratdagi ahvoli haqida o'xshamagan ko'z qarashlarda bo'lgan. Oldingi savaldagi balog'atga yetmay turib o'lib ketgan balalarning oqibati haqidagi hadisni Xidir alayhissalom tarafidan o'ldirilgan balaga tatbiqlash qiyin bo'lganligi uchun ulamolar orasida bu xil fikr ixtilof ko'rilgan. 5. Musulmonlarning balog'atga yetmay turib o'lib ketgan balları jannatga kirdi degan hukm bu ummatga qilingan alohida iltifot sifatida faqatla Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ergashchilariga xos bo'lishi. İlgiriki ummatlarning balog'atga yetmay turib o'lib ketgan balları birdek qiyomat kuni sinilishi mumkin. Agar ahvol mushundaq bo'lsa, Xidir alayhissalom o'ltirgan bu bala qiyomat kuni sinilib, ondan do'zaxga kirishi mumkin. 6. Bizning bu masalada muayyan bir qarashni tutib olishimizning hojati yo'q. Biz uchun hammadan muhimi shuki, biz cho'qim Allah subhanahu va taolaning bu balaga adil muomala qiladiganligiga, hargizmi o'zining shu balaning xohishi haqidagi ilmiga tayinibla uni jazolab o'tmaydiganligiga ishonishimiz lozim. Haqiqatan Allah subhanahu va taolo eng adil va eng hikmatli zotdir. 4. O'z vaqtidagi voqeliklar. 1. savol. O'z vaqtidagi ahdining qanday ahamiyati bor? Qur'on sunnatdagi dalillardan ma'lumki, Allah subhanahu va taolo Adem alayhissalomni yaratib, orqadanla Adem alayhissalomning sulbidan uning barliq farzandlarini chiqarib, ularni o'zining yagona iloh ekanligiga guvohlik bergizgan. Ondan Allah subhanahu va taolo ularni normal tug'ilgan qadar o'liklik holatida qoldirgan. Allah subhanahu va taolo bu vaqt shunday deydi. Tercümesi: Öz vaqtida Rabbim Adem ballarını, yani neslini ularning atıllarının pushtidan chiqardi ve ularni o'zlariga guvoh qilib, "Men sizlarning Rabbinglar emasmi?" dedi. Yani Allah subhanahu va taolo o'zining ularning Rabbi ekanligiga va birligiga Adem ballarını ixro qildirdi. Ular ixro qilib buni o'z ustiga oldi. Ular, sen bizning Rabbimizdirsan, guvohlik berdik, dedi. Ularni guvohlik bergizganligimiz qiyomat kuni ularning biz buningdan g'aflat qilgan ekanmiz demasliklari yoki ota-bobolarimiz ilgari sana butlarni sherik keltirgan edi. Bizning faqat ularning avlodi bo'lib qolgan yerimiz bor. Yani bizning o'zimiz bor. Gumrohlarning qilmishlari tufaylidan bizni halok qilamsan demasliklari uchundir. Sura A'rof 172-173 oyatlar. İbn Abbas radıyallahu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu hadisni tafsirlab shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Allah subhanahu va taolo Adem alayhissalomning pushtidan bo'lgan insonlardan ahd oldi. Shuning bilan Ademning sulbi, yani umurtqisidan o'zi yaratmoqchi bo'lgan barliq odam bolalarini chiqardi. Ondan ularni o'zining qo'llari orasida xuddi kichik chumillarga o'xshash yaydi. Ondan ularga bevosita so'z qilib, "Alastu bi robbikum? Men sizlarning Rabbinglar emasmi?"
dedi. İmam Ahmed, İmam İbn Cerir ve başkalar toplagan. Şeyh Albani Mishkat 117. numar ve Es-Sahiha 1623. numarda sahih deb bahalagan. Bu yerdeki tilga ilingan ayet yanılar yukarıdaki Sure A'raf 172-73. ayetlerden ilindi. Biz Adem aleyhisselamның sulbidiki çağımızda, yani Adem aleyhisselam birden bir hayat Adem bo'lgan chaqda, Allah subhanahu ve teala bizden algan bu ahde yeni başka sahih hadislarda mı tilga ilingan. Mesela Anas radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundak deganligini rivayet qilgan. Tercümesi: Allah subhanahu ve teala kıyamet günü devzaq ahlidan azabı en yenik bo'lgan biriga: "Ey Adem balası, makanın qandaqroq ekan?" deydi. O Adem: "Makanlarning en yomon ekan" deydi. Allah subhanahu ve teala onunğa: "Eğer dünya ve onun içindeki narsalar senin bolsa, özüngni qutuldirish uchun shularni fidya qilib berarmiding?" deydi. O Adem: "Shundaq" deydi. Allah subhanahu ve teala: "Yalgan aytding. Sen Ademning pushtidagi chig'ingda men sana onundanmi oddiy ishni, yani manga shirik keltirmaslikingni buyurgan. Hamda shundaq qilsang, seni devzaqqa kirgizmaslikka ahdi qilgan edim. Lekin sen buyruqqa xiloflik qilib, manga shirik keltirding" deydi. Ondan onu devzaqqa kirgizishga buyurdi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İmam Buxoriy, İmam Muslim ve başkalar toplagan. Yuqoridagi voqelik Adem aleyhisselam hayat vaqtida yuz bergan bo'lib, ba'zilarning kallasida bu vaqtda mundaq savol tug'ilishi mumkin. İnsanlardan, yani hozirgi yashayotganlarimizdan ilgirki hayotda ilingan bu xil ahdining qandaq ahamiyati bor? Hech qaysimiz o'zimizdan ashundaq ahdi ilinganligini eslayolmaydigan tursak, qiyomat kuni qandaqsiga bu ahdi hisobga tortilamiz? Javob: bu savolga beriladigan javobimiz tubandikicha. Birinchi, bizning bu dunyodagi ixtiyoriy qilmishlarimiz yuqorida zikr qilingan qadimiy ahdini asos qilmaydi. Shuning uchun biz u ahdini esga ololmaganligimiz uchun shuningga ko'ra harakat qilishdan ojiz keldik deyalaymiz. Ikkinchi, agar bu ahdini dunyodagi hamma odam esleyalagan bo'lsa, undaqda bu taqdirni bizga oshkor qilganlik hisoblanadi ve şu sebeplik bizning erkin xohishimiz ve tanlashimiz bekor bo'lgan bo'ladi. Üçüncü, biz qiyomat kuni Adem atamızning sulbidagi vaqtimizda Allah subhanahu ve taolaga bergan mazkur ahdini o'z peti esleyelaymiz. Ayni shu chaqda Allah subhanahu ve taala bizni shu vaqtda hisobga tortdi. Bu xuddi bizning Allah subhanahu ve teala'nın məxluqatları, yani yaratqanlarını küzütüşimiz ve onun peygamberlerinin sözlerine kulaq selişimiz degandek, aqlimiz orqali kuchga ega bo'lgan boshqa ahdilar haqida hisobga tortilganimizga o'xshaydi. To'rtinchi, har bir inson tug'ilgan chaqda mazkur dastlabki ahdining az bir qismi onun fitrasida bor bo'ladi. Şeyh Albani rahimahulloh mundaq degan: haqiqatan mening qarashimcha biz ulamolar qayd qilgan sabablik tufayli Allah subhanahu ve teala biz Adem aleyhisselamning sulbidagi chaqda bizdan olgan ahdini unutib ketgan bo'lsaqmi, lekin Allah subhanahu ve teala insonlarda bor qilgan, shundaqla Allah subhanahu ve teala'nın şirki yok, birden bir Rab ekanligini tasdiqlaydigan fitrat ana shu ahdining iznasidir. Es-Sahiha 4. cilt
163 bet. İkinci sual. İnsanlar nima uchun iki grupga ayrıladi? Allah subhanahu ve Taala'nın bizden ahdi alganligiga dair yuqoridagi oyat to'g'risidagi ba'zi hadislarda ko'rsatilishicha, Allah subhanahu ve Taala Adem aleyhisselamni yaratib, ondan uning sulbidan farzandlarini chiqarganda, ularni ahli jannat ve ahli dovzaxdan iborat ikki guruhga bo'lgan. Bu haqda Abu Darda radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Allah Ademni yaratganda uning o'ng muyrusiga urib, kichik chumulalarga o'xshash oq avlodlarni chiqardi va uning so'l muyrusiga urib, ko'mir daqshallariga o'xshash qora farzandlarni chiqardi. Ondan uning o'ng muyrusidagilar uchun bular baribir jannatga kirdi, dedi va uning so'l muyrusidagilar uchun bular baribir dovzaxga kirdi, dedi. İmam Ahmed, İmam Tabrani ve başkalar toplagan. Şeyh Albani Mishkat 115. numar ve As-Sahiha 49. numarda sahih deb baholagan. Yani shuningdek Anas radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Haqiqatan Allah azza ve jal Ademning farzandlaridan bir changalni ilib, bular rahmetim bilan jannatda bo'ladi, dedi. Ondan yana bir changalni ilib, bular dovzaxda bo'ladi, parvo qilmayman, dedi. İmam Abu Ya'la, İmam İbn Adi ve başkalar toplagan. Şeyh Albani As-Sahiha 47. numarda sahih deb baholagan. Shundaqla Abdurrahman ibn Qatada As-Sulami radıyallahu anhu'dan rivayet qilindi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarjimasi: Hakikaten Allah Ademni yarattı ve ondan onun umurtqisidan insanlarni chiqarib, bular jannatda bo'ladi, parvo qilmayman ve mavla dovzaxda bo'ladi, parvo qilmayman, dedi deganda, bunu anlagan sahabelerden biri: Ey Resulullah, undaqda biz nimaga amal qilamiz deb so'ragan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taqdirda putilgini bo'yicha amal qilsizlar degan. İmam Ahmed, İmam İbn Said ve başkalar toplagan. Şeyh Albani As-Sahiha 48. numarda sahih deb baholagan. Yuqoridagi 3 hadisda Allah subhanahu ve Taala'nın "Ve la ubali", yani parvo qilmayman degan so'zining tuvandagidek ma'nolar bo'lishi mumkin. Birinchi, kimning dovzax ahli, kimning jannat ahli ekanligini belgilash Allah subhanahu ve Taala uchun intayin oson ish bo'lg'achqa, bu uningga hech qanday avorchilik ilib kelmaydi. Ikkinchi, Allah subhanahu ve Taala jannatga ve dovzaxga zo'r turkumdagi insonlarning kirishiga parvo qilmaydi. Chunki jannat ve dovzax ikkilisi o'z ahlini sig'dira oladi. Uchinchi, Allah subhanahu ve Taala shuncha ko'p kishining dovzaxga kirishiga parvo qilmaydi. Chunki ular shunga loyiq. Ba'zi kishilarning kallasida bu haqda mundaq xato tushuncha bor bo'lishi mumkin. Mu'min jannatga kirgizilish uchun elingan changalda bo'lib qolganlik uchun jannatga kirdi. Kafirmi dovzaxga kirgizilish uchun elingan changalda bo'lib qolganlik uchun dovzaxga kirdi. Mundaq qilish odillik bo'lamdi? Javob: bu savolga berilgan javobimiz shuki, Allah subhanahu ve Taala'nın changali bizning changalimizga o'xshamaydi. Masalan, biz bir uchum qumni changallaganda uning orasiga un, axlat yoki metal parchalari kirib qolmaganligiga jazm qila olmaymiz. Ammo Allah subhanahu ve Taala o'z mahluqotlari haqida mukammal ilmga ega bo'lib, u har qanday fe'lida
hech qanday xatolik sodir qilmaydi. U devzakka mahkum kishilarni changallaganda, uning orasiga devzakka loyiq bo'lmagan har qanday kishining qo'shilib kelishi yoki devzakka loyiq birasining uningdan tushib kelishi zinhar mumkin emas. Şeyh Albani rahimahullah bu haqda shunday degan. Nurg'un kishilar bu va buningga o'xshash boshqa hadislardan inson o'zining ixtiyoriy ishlarini taqdirda putilgini bo'yicha majbur qiladi, chunki uning jannatda yoki davzaqda bo'ladiganligi azalda putib etilgan degan yakunni chiqarib olishidir. Yana ba'zilar bu qalaymaqonchilik va talay aralashib ketgan bir ish. Allah subhanahu va taolaning o'ng changiliga, ya'ni jannatga loyiq bo'lganlar orasiga kirib qolganlar baxtga erishadi. Ve onun yana bir changiliga, ya'ni davzaqqa loyiq bo'lganlar orasiga kirib qolganlar ichinishlik oqibatga duchor bo'ladi deb o'ylaydi. Yuqorqidek xato ko'z qarashdikilarning hammasi hech kimning zot va sifat jihatlarda Allah subhanahu va taolaga o'xshamaydiganligini tonib yetish kerak. Allah subhanahu va taolo bir changal odamni tutsa, bu uning ilmi, hikmati ve adaleti bilen buludu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala kelgüsüde özüge itaat kılışkı buyurulganda, onunla itaat kılıdığanlıqını bilgen kişilerini özünün on çangılığı alıdı. Ve kelgüsüde özüge itaat kılışkı buyurulganda, onunla itaat kılmaydıganlıqını bilgen kişilerini özünün yana bir çangılığı alıdı. Allah subhanahu wa ta'ala'nın adaleti sebeplik devzaq kirishga loyiq bo'lganlarni jannatga kirdiganlar ba changiliga yoki jannatga kirishga loyiq bo'lganlarni devzaqqa kirdiganlar ba changiliga ilib qelishi hargiz mumkin emas. As-Sahiha 1. cild 1. qism 115-116 betler. 3. savol. Nima uchun ba'zi kishilar nurdan mahrum qoladi? Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: haqiqatan Allah insonlarni zulmat ichida yaratdi. Andin o'zining nurini ularga tashladi. Kimga bu nur tegsa hidoyat topdi. Kimge nur nisb bo'lmagan bo'lsa izib ketdi. Ana shu sababdan men Allohning taqdir to'g'risidagi ilmi jihatda qalam qurib bo'ldi deyman. İmam Ahmed, İmam Tirmizi ve başkalar toplagan Şeyh Albani Mishkat 97. numar ve As-Sahiha 1076. numarda sahih deb baholagan. Bu hadiste Adem aleyhisselam yaratılıştan ilgiriki yoki u yaratılıp uzak ötmeyle yüz bergen yana bir qadimiy vaqa bayon qilingan. Xuddi yuqorida bayon qilingan hadis to'g'risidagi xato tushunchaga o'xshash, bu hadis to'g'risidami tuvandikidek xato tushunchada bo'lib qolganlar bo'lishi mumkin. Tali o'ngdan kelib Allah subhanahu va taolaning nuri tegib qolganlar jannatga kirdi. Tali ta'tur kelib Allah subhanahu va taolaning nuridan mahrum qolganlar davzaqqa kirdi. Acaba birovning abadiy taqdirining talaga bog'liq bo'lib qolishi adolatsizlik emasmi? Javob: bu savolga beriladigan javobimiz yuqoridagi savolga bergan javobimizga o'xshab ketadi. Allah subhanahu va taolo eng hikmatlik, eng olim ve eng adil zotdir. Uning nuri hargiz qalaymaqon yoki tizginlanmagan ravishda Allah qayoqlarga ketib qolmaydi. Aksicha Allah subhanahu va taolo o'zining nurini o'zi shu nurga loyiq ekanligini biladiganlarga yetkazadi.
Shundaqla Allah subhanahu va taala u nurga loyiq emasligini biladiganlarni nurdan mahrum qiladi. 4-savol. Nima uchun insonlar farqli yaratilgan? Abu Musa al-Ash'ari radiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: haqiqatan Allah Adem alayhissalomni zaminning hamma yeridan ilingan bir changal tuproqdan yaratdi. Shuning uchun Ademning avlodlari shu to'piga asosan keladi. Ularning orasida qizil tanlik, oq tanlik, qora tanlik va shuning orasidagilar bor. Shundaqla ularning orasida muloyim, shafqatsiz, mehnat, pok va shuning orasidagilar bor. İmam Ahmad, İmam Abu Davud ve başkalar toplagan. Şeyh Albani, Mishkat 96. numur ve Es-Sahiha 1630. numurda sahih deb bahalagan. Bu hadis Allah subhanahu ve Taala'nın insanlarni o'xshamagan tuproq tarkiblaridan yaratganligini ko'rsatdi. Mehnat tuproqdan yaratilganlar axloqsiz, pok tuproqdan yaratilganlar yaxshidir. Ba'zilar bu hadis haqida tuvandagidek xato tushunchalarda bo'lib qoladi. Muayyan bir shaxs faloni dastlabki qaysi gunohi sabablik Allah subhanahu va taolaning uni mehnat to'pidan yaratib, mangulik halokatga, ya'ni davzaqqa mubtalo qilishiga tegishli bo'ldi. Shundaqla muayyan yana bir shaxs pokoni dastlabki qaysi fazilat sabablik Allah subhanahu wa ta'ala'nın onu pak tuproqdan yaratib, mangulik saodatga, ya'ni jannatga erishtirishiga loyiq bo'ldi? Javob: bu savolga berilgan javobimizmi oldingi ikki savolga bergan javobimizga o'xshaydi. Allah subhanahu wa ta'ala eng hikmatlik, eng olim va eng odildir. Allah subhanahu wa ta'ala tuproqdan olgan bir changal hargiz qalaymaqan, xohlagancha ilinib qolmaydi. Aksicha Allah subhanahu wa ta'ala u tuproqni ilm, hikmat va adolat bilan oladi. Allah subhanahu wa ta'ala kimning pak tuproqdan yaratilishga loyiq ekanligini, kimning loyiq emasligini eng yaxshi biladi. 5. Adaqqiy savol. Biz taqdir to'g'risidagi nurg'un xato tushunchalarga izohat berdik va shularni o'rganib oldik. 1. Allah subhanahu va taolo o'zining mukammal ilmiga asosan maxluqotlar orasida yuz beradigan hamma ishni bilgan va uni xotirlab qo'ygan. 2. Allah subhanahu wa ta'ala bizga yaxshilik yoki yomonlik qilish tanlashini berdi va o'zimizning ashu tanlashi va qilmishiga ko'ra bizni mukofotlaydi yoki jazolaydi. Ammo tuvandagidek bir savol yanala ba'zilarning kallasini qaymoqtirib qo'yishi mumkin. Allah subhanahu wa ta'ala bizning badanimizni va ruhimizni yaratquchi bo'lganligi uchun cho'qim bizning ba'zilarimizni kufrga va gunohga, yana ba'zilarimizni iymonga va solih amallarga moyil qilib yaratgan. Gerçi u keyin, ya'ni biz yaratilib bo'lgandan keyin bizga yaxshi bo'lish yoki yomon bo'lish erkinligini bergan bo'lsa-mu, lekin bizning dastlabki yaratilishimiz allaqachon bizning oqibatimizning qandoq bo'ladiganligini belgilab bo'lgan. Ma'lum ma'noda aytganda, bizning hozirgidek holatda bo'lishimizmi Alloh subhanahu va taoloning irodasi va taqdiridir. Shundaq turuqliq Allah subhanahu wa taolo qandoqsiga o'zi biz uchun tayyorlab qo'ygan ishlarni qilganligimiz uchun bizni jazolaydi? Javob: biz buni taqdir to'g'risidagi adoqqiy savol deb qarasak bo'ladi. Shundaqla
bizning bu savolga beradigan javobimiz tuvandikcha. Birinchi, biz Allah subhanahu va taoloning güzel ism sifatlari haqida cho'nqur va aniq dalillarga tayangan iymon va tushunchaga ega. Biz Allah subhanahu va taoloning ilmi, hikmati ve adaletiga shaksiz ishonamiz. Ve biz şunu bilamiz ki Allah subhanahu va taolo hech kimga zarrachilik zulm qilmaydi. Ikkinchi, biz o'zimizning erkin iroda ve tanlash ixtiyorligiga ega ekanligimizni bilamiz. Uchinchi, biz Allah subhanahu va taoloning bizning irodamiz ve moyilligimizning yaratquchisi ekanligini bilamiz. To'rtinchi, yuqorida naql qilingan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Allah subhanahu va taoloning insonlarni yaratadigan chaqda zaminning har qaysi joylaridan bir changal tuproq olganligini ve her insonning xohishining o'zi yaratilgan ashu tuproqning tarkibiga bog'liq ekanligini bayon qildik. Beshinchi, biz bu hadisdan sirt bir insonning eng dastlabda solih yoki fosiq bo'ladiganligining nimaga asosan belgilanadiganligini bilmaymiz. Oltinchi, ruh to'g'risidagi ilm, ya'ni uning qandoq yaratilganligi, uning xohishining nima tarafidan belgilanadiganligi taqdir to'g'risidagi muhokimamizning yadrosidir. Lekin ruhga aloqador bu ilm bizning aql doiramizdan halqaganligi uchun Allah subhanahu va taolo uning bizdan maxfiy tutilganligini bizga aytgan. İzahat, bunun tushuntirilishi uchun Sura İsro'ning 85-oyatiga qarang. İzahat tugidi. 7. Biz Allah subhanahu va taolo to'g'risidagi bilmaydiganlarimizni biladiganlarimizga havola qilish orqali shundoq yakun chiqaramizki, bu ikkila tip, ya'ni solihlar va fosiqlarning yaratilishi cho'qim birdek Allah subhanahu va taoloning ilmi, hikmati ve adaletiga uygun bo'ladi. Mana bu taqdirga iymon keltirishning ma'nosidir. Ana shu sababdan taqdirga ishonish iymonning turiklaridan biri bo'lgan. Biz mushiyaga kelganda o'zimiz bilmaydigan ve izlanishga qodir bo'lolmaydigan sohaga chunqurlab kirmay, tegishli yerda to'xtab qolishimiz kerak. 8. Ba'zilar bu nuqtani tushunishga ozdir ko'pdir foydasi bo'ladigan mundaq bir xil qarashni o'tirib qo'ygan. Ular shundoq deyishidi. Allah subhanahu va taoloning cheksiz adolati shuni taqozo qiladi-ki, bir odamning adoqiy taqdiri u yaratilgan ashu tuproqning tarkibiga mos kelgandila ondan adil bo'lgan bo'ladi. Lekin bu, ya'ni insonning yaratilishiga hamxuruj bo'lgan ashu tuproqning tarkibi insonning xarakteri ve qalbining qandoq bo'ladiganligini belgilaydigan birdan-bir omilmi? Biz bu vaqtda hech qanday jazmlik javob bera olmaymiz. Shunga biz bu vaqtda to'lib taşqan ishonch ve rozimanlik bilan shunday xulosa chiqaramizki, vallohu a'lam. Allah subhanahu va taolo eng yaxshi bilguchidir. 6. Başqa xato tushunchalar. Birinci savol. Ba'zilar yuqoridagi savol haqida tuvandagidek savollarni so'rashidi. Nima uchun Allah subhanahu va taolo insonni arzu havasga ega qilib yaratdi? Ondan shu arzu havaslarning natijasi sababli insonlarni jazolaydi? Allah subhanahu va taolo nima uchun ba'zilarning baxtlik, ya'ni ahli jannat, yana ba'zilarning baxtsiz, ya'ni ahli dovzax bo'lishini iroda qiladi? Allah subhanahu va taolo nima uchun hamma odamning jannatga kirib baxtlilardan bo'lishini iroda qilmaydi? Javob: birinchi,
Biz Allah subhanahu va taoloning qilganlariga e'tiroz bildirmasligimiz kerak. Allah subhanahu va taolo mutlaq hukmdor va boshqaruvchidir. U so'roqqa tortilmaydi. Aksicha, u bizni so'roqqa tortadi. Ikkinchi, Allah subhanahu va taolo har qanday ishni cheksiz ilm, hikmat va adolat bilan qiladi. Uchinchi, Allah subhanahu va taolo bizning vujudimizda boqigan orzu, ya'ni shahvat ve etrafımızdaki celb qilishlarning hammasi büyük hikmet ve menfaatning taqozzosidir. To'rtinchi, jannatga loyiq bo'lmaganlarni jannatga kirgizish ve loyiq bo'lganlarni uninga kirgizmaslik adolatsizlikdir. Ikkinchi savol. Biz gunoh qilishga majburmi? Allah subhanahu va taolo bizni yaratishdan ilgarila kimning jannatga, kimning do'zaxga kirdiganligini biladi. Bu bizning ashu adoqiy makonimizga loyiq ravishda amal qilishga majbur ekanligimizdan derak bermamdi? Javob. Biz bu savolga bir qancha misol orqali javob beramiz. Birinchi, mo'l tajribalik bir o'qituvchi ma'lum bir sinfga uzun mezgir sinf mudiri bo'lgan bo'lsa, shu sinfdagi har bir o'quvchining xuy payli va iqtidorini to'liq bilib olaydi. Shuning bilan u o'qish mavsumining boshlanishida har bir o'quvchining imtihonda qandaqroq natija oladiganligini intayin to'g'ri mo'ljalay olishi mumkin. Agar o'quvchilarning imtihon natijasi shu o'qituvchining mo'ljalligiga o'xshash chiqib qolsa, biz shu o'qituvchini o'quvchilarni imtihondan o'tishga yoki o'talmaslikka majburlagan deyalamdiq. Ikkinchi, agar tajribalik bir doktor ma'lum bir bemorni tekshirgandan keyin bemorning bir qancha kunlikla umri qolganligini aytsa, shundaqla bemormi doktorning deganidekla bir qancha kundan keyin o'lib ketsa, biz ashu doktor bemorni o'ltiribdi deyalamdiq. Uchinchi, Allah subhanahu va taolo bizning hayotimizda nimalarni qiladiganligimizni va oqibatimizning qandoq bo'ladiganligini biladi. Bu bizning Allah subhanahu va taoloning oldin bilishiga mos holda yashashga majbur ekanligimizdan derak beramdi degan savolga beriladigan javob yuqoridagi ikki savolga beriladigan javobga o'xshash. Ya'ni bu savolning javobi albatta yo'q. To'rtinchi, tajribalik o'qituvchi va doktorning cheklik ilmiga zid holda Allah subhanahu va taoloning ilmi mukammal va hammani o'z ichiga oladi. U bizning o'y, xiyol va qilmishlarimizga aloqador har bir inchki tafsilotlarni biladi. 5. Allah subhanahu va taolo bizning aqlimizning qanchalik ekanligini, o'rganish jarayonida qanchalik tirishchanlik ko'rsatadiganligimizni, qanchalik vaqtni isrof qilib yutadiganligimizni, o'qish mavsumida diqqatni chachadigan xilma-xil ishlarga duch keladiganligimizni tamoman biladi. U hamma narsaning yaratuvchisi. Shundaqla hamma narsani zarracha aniqsizlikdan xoli holda to'liq bilguchidir. Shu sababdan u bizning mavsumning oxiridagi imtihonda qanday natija oladiganligimizni to'g'ri biladi. 6. Allah subhanahu va taolo bedenimizdeki her bir hücreye alakadar hamma narsani bilguchidir. U hayatımızın her bir daqiqasida bedenimizdeki her bir a'zoning ahvolini bilib turdi. U bizning qon besimimizni, qonimizdagi shakar miqdorini, yurak so'qishimizni o'lchash uchun hech qanday uskunaga muhtoj emas. Allah subhanahu va taolo shularning hammasining yaratuvchisidir
ve şularning hammasini qilcha nuqsonsiz holda to'liq bilguchidir. Shuning uchun u bizning salomatlik ahvolimizni ve qachon o'ladiganligimizni to'p-to'g'ri biladi. 7. Shuningdek, Allah subhanahu va taolo bizning dunyo hayotida qandoq mushkulotlarga duch keladiganligimizni va ularga qandoq inkas qaytaradiganligimizni, bizning qachon taqvodorlik qilib, qachon gunohkor bo'ladiganligimizni, qachon o'zimizni poklaydiganligimizni va qachon o'zimizni gunoh ma'siyat orqali xorlaydiganligimizni, bizning qachon iziq turishlarga qarshi kurash qiladiganligimizni ve qachon uningga ergishib ketadiganligimizni, bizning qachon Allah subhanahu va taologa tavba qiladiganligimizni ve qachon tavba qilmasdan itoatsizlikni davomlashtiradiganligimizni biladi. Allah subhanahu va taolo shularning hammasining yaratquchisidir ve shularning hammasini zarracha aniqsizlikdan xoli holda to'liq bilguchidir. Shuning uchun u bizning eng oxirgi tiniqimizdagi iymonimizning qandoq bo'ladiganligini va shu sabablik adoqi makonimizning qayer, ya'ni jannatmi, dovzaxmi bo'ladiganligini to'p-to'g'ri biladi. 8. Xuddi o'qituvchi o'quvchilarini imtihondan o'tolmaslikka majburlamagan, doktormu bemorni o'lishga majburlamagan deganimizdek, eng hikmatlik ve eng olim bo'lgan Allah subhanahu va taolo bizni fosiq yoki taqvodor bo'lishga majburlamaydi deymiz. 3. savol. Gunohkorlar ayibga loyiqmi? Eğer azg'unlik ve baxtsizlik gunohkorning taqdiriga putilib ketgan bo'lsa, biz nima uchun uni ayblashimiz kerak? Javob. Gunohkorlar doim o'z gunohini oqlash uchun mushkil jabariyachi botil qarashga taynib oladi. Ular o'zlarida tanlash ixtiyori borligini inkor qilib, mening gunoh o'tkazishimga, taqdirimga shundoq putilganlik sabab bo'lgan. Mening o'z qilmishlarim haqida tanlash erkinlikim yo'q deyishidi. Bu xuddi şeytanning Allah subhanahu va taologa itoatsizlik qilib, ondan buni Allah subhanahu va taologa ortib qo'yganligiga o'xshaydi. Allah subhanahu va taolo shundoq deydi. Tarjimasi: İblis aytdi: Rabbim, sen meni gumroh qilganliging uchun yer yuzida odam bolalariga gunohlarni albatta chiroyli ko'rsataman. Sura Hijr 39-oyat. Biz ilgiriki mazmunlarda yuqoridagi bendening tanlash erkinligi yo'q deydigan safsatining nurg'un jihatlardan puttirab turolmaydiganligini yo'rtib bergan edik. Tuvanda biz shulardan ba'zilarini takror bayon qilamiz. 1. İnsanda yaxshi bilan yomonni farqlantira oladigan aql bor. İnsan faqat aqli yetgan doirada hisobga tortiladi. Shuning uchun aqldan adashganlar va kichik bolalar hisobga tortilmaydi. 2. İnsan tanlash iqtidoriga ega. U o'ltirishni yoki o'ri turishni, jim turishni yoki minishni, tamoq yeyishni yoki ro'za tutishni tanlay oladi. Shuningga o'xshash, u gunoh qilishni yoki uningdan cheklanishni, Allah subhanahu va taologa itoat qilishni yoki itoatsizlik qilishni tanlay oladi. 3. Bir gunohkor Allah subhanahu va taolo meni hidoyat qilganda ondan uningga itoat qilaman desa bo'lmaydi. Agar u shundoq desa, biz uningga hidoyat va rizq birdek Allah subhanahu va taolo tarafidan bo'ladi. Undaqda sen nimishqa hidoyatni izlashning o'rniga uni kutib turganingdek, sirtda rizq tepish uchun shapashlab yurishning o'rniga uyingda o'zingga putib etilgan rizqni kutib jim o'ltirmaysan deymiz.
4. Allah subhanahu wa ta'ala özünün bizni küçümüz yetmeydiğen hiç bir işqi buyurmaganlıqını aniq bayan qilgan. Eğer biz takdirimizge pütüvitilgenliki sebeplik günah ötküzüşki mecbur bolsak, andın Allah subhanahu wa ta'ala bizden bu haqda hesap alsa, bu bizni küçümüz yetmeydiğen işqa buyurganlık bolganlıqdan Allah subhanahu wa ta'ala'nın vədisida turmaganlıqı bolup qalıdı. Allah subhanahu wa ta'ala vədisiga xilaflik qilishdan ibaret mundaq namuvafiq sifatlardan yüksek derecede alidir. 4. sual, nima uchun taqdir maxfiy tutiladi? Allah subhanahu wa ta'ala nima uchun taqdirni maxfiy tutishni iroda qilgan? U nima uchun bizlarni kallamizdagi barcha shak shubhalardan xoli qilish uchun taqdirni bizga oshkorlamaydi? Javob: 1. Biz Allah subhanahu wa ta'ala qilganlardan so'ralmaydi degan nuqtani yana bir qitim ta'kidlaymiz. 2. Biz Allah subhanahu wa ta'ala qilgan har qanday ishning cho'qim hikmati bor. Gerçi nurg'un kishilar bu xil hikmatni ko'rolmasami yoki tushunolmasami degan nuqtani tekrar ta'kidlaymiz. 3. Allah subhanahu wa ta'ala'nın taqdirini maxfiy tutishi xuddi qiyomatning qachon bo'ladiganligini maxfiy tutganligiga o'xshaydi. Bu ikkisidan qaysi biri maxluqotga oshkor bo'lsa, ular duch kelgan sinoq va ularning shu sinoqlarga taqobil turish uchun ko'rsatgan tirishchanliklari ahamiyatsiz bo'lib qoladi. 4. Bu savol ba'zi o'quvchilarning mavsumning beshida maktab nima uchun hozirli bizga mavsumliq imtihonning savollarini deb bermaydi? Maktab nima uchun u savollarni bizdan yoshirib, mavsum bo'yi shu savollarga tayyorlik qilishimizni talab qiladi deb so'ragan o'xshaydi. Ular bu savollarning o'zlaridan maxfiy tutilishida, o'zlarining o'sib yetilishida zarur bo'lgan ilmlarni o'rganish uchun tirishchanlik ko'rsatishining maqsad qilinganligini to'nib yetolmagan. Agar mavsumliq imtihonning savollari ularga oldin deb berilsa, imtihon o'z ahamiyatini yo'qotgan bo'ladi. Shuningdek, bu hayot solihlarni fosiqlardan ayiradigan imtihon maydonidir. Shek shubhisizki Allah subhanahu wa ta'ala eng yaxshi bilguchidir va ham biz uningdan hidoyat tilaymiz.